Dersimizni davamlaştırıyoruz hürmetli vatandaşım. Bugün küçükken hava illip kaptıken aptap çıkıp aptapta oturup sözde vatamız bunu. Amerika Armiyası Tinç Okyan İskadronunun komandanı. Sinkako takım araları meselesiga harbiy aralashdi Amerika. Sinkako takım araları meselesiga harbiy aralashdi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 1-ayning 28-kuni Dovit orbitida e'lon qilindi. Amerika Deniz Armiyasining qo'mondoni admiral Harry Harris navbatda Washingtonda bilim xazinasida doklad so'zlaganda aniq ifoda bildirib mundaq ko'rsatdi. Agar Sinkako takım araları Xitoy tilida deyavuydav araları Jungoning hujum qilishiga uchraydi ekan, Amerika cho'qim qo'g'dinish elib boradi. Yaponiya Kyoto agentligi 1-ayning 28-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Tinch okean skadronining qo'mondoni admiral Harry Harris 27-kuni 1-ayning 27-kuni tushdan keyin Washingtonda strategiya va xalqaro tadqiqot markazida nutq so'zlab Sinkako taqim orollari va uning atrofidagi orollar to'g'risida to'xtalganda bu orollar agar Jungoning tajovuziga uchraydi ekan, biz cho'qim qo'g'daymiz deb ko'rsatdi. Kyoto agentligi Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy aralashganligini aniq bildirishi bo'lib hisoblanadi deb ko'rsatdi. Demak, bu yerda Sinkako taqim orollariga agar Jungo hujum qiladigan bo'lsa, ismini atab turib deyilyapti bu gap. Amerika qo'g'dirish uchun bu Sinkako taqim orollariga harbiy aralashadi dedi. Harry Harris, admiral Harry Harris, Jungoning ismini eg'izga ilib, go'yo Jungoning harbiy kuchining eshiyotganligidan hushyor turish va uni cheklash kerakligini kishilarga bildirib qo'yibdi. Bu xabar Yaponiyani zilzila qo'zg'adi. Asahi Shimbun gazeti mundaq ko'rsatdi. Hozirgacha Amerika Sinkako taqim orolida Amerika Yaponiya bexatarlik shartnomasi qo'llanadigan obyekt deydigan maydon turib kelgan. Deyiladi Xitoy tilida Sinkako taqim orollari Yaponiya tilida Amerika hozirgacha Amerika Yaponiya bexatarlik shartnomasining obyekti qilib kelgan bu rayonlarni dedi. Lekin bugünkidek konkurs so'zlagan emasdi. Lekin Jungo hujum qilganda degan iboraning bu qatam tilga ilinishi Amerika armiyasining Sinkako orolini qo'g'daydiganligi to'g'risidagi iborani tunji qatam oshkorlashidir. Admiral Harry Harris yana shu kuni mundaq ko'rsatdi. Kengayotgan Jungo harbiy kuchlarini qandoq ishlatadi? Bu ish Amerika Tinch okeani skadronining qo'mondoni bo'lish sifati bilan Harry Harris ansiraydigan ishdir. Jungo yuzidan kengayotgan harbiy kuchini qayerga qanday ishlatadi? Bu Harry Harris, admiral Harry Harris ansiraydigan ishdir. Jungoning g'arzini tushungili bo'lmaydi. Admiral Harry Harris yana mundaq ko'rsatdi. Deydi Yaponiya matbuotlari. Yaponiya, Koreya, Avstraliya qatorliq davlatlar bilan birlashib Jungoni qorishaydigan to'g'ri shakllantiramiz. Yaponiya matbuotlari nima deydi? Harry Harris yana mundaq ko'rsatdi. Yaponiya, Avstraliya, qatorliq Koreya qatorliq davlatlar bilan birlashib Jungoni qorishaydigan to'g'ri shakllantiramiz. Endi ikkinchi bir xabar. Yaponiya matbuoti Amerika harbiy parxodi yana bir qatim 12 dengiz mili doirasiga yetib keldi. Jungo chichangli dedi mavzuli xabar 1-ayning 3-kuni Dovit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaa ministri 1-ayning 30-kuni mundaq jakarladi. Amerikaning Deston belgili qo'g'lug'uchi parxodi shu vaqti bilan 1-ayning 29-kuni Janubiy dengizda Jungo amaliy kontrol qilib turgan orollarga 12 dengiz mili atrofiga ichkirilib kirdi. 12 dengiz mili atrofiga ichkirilib kirdi. Bu ish Amerika Deniz Armiyasi parxodi 2015-yil 10-ayning 27-kuni Jungo amaliyot tizginlab turgan orollarga 12 dengiz mili
işkirlep kirgendi Jungo işkirlep kirişini ayıplagandan keyin bunda işkirlep kirishni Jungo ayıplagandan keyin yana bir qatam Amerika dengiz armiyasi harbiy parxodining Janubiy dengiz Jungo amaliy tizginlab turgan kontrol qilib turgan orallig'i 12 dengiz mili işkirlep kirganligi bo'lib hesaplanadi. Yaponiya Dudu Shinwen gazeti 1-ayning 30-kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi shu kuni Amerika dengiz armiyasining Deston belgilik qo'g'lug'uchi harbiy parxodining shu yer vaqti 1-ayning 29-kuni Janubiy Dungo dengiziga Jungo amaliy kontrol qilib turgan Jungjiandao, hozir bu Jungjiandao'ni Xitoylar Shisha deydi ekan, G'arbiy taqim orollar deydi ekan. Jungjiandao orlig'i 12 dengiz mili ishkirlab kirganligini uqtirdi. Urush qilish xarakterlik charlash. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlarining bu qatimqi dengiz charlishi urush qilish xarakterlik charlash. Elip badi. Amerika matbuotining xabariga asoslanganda Jungjiandao'ni Jungo amaliy kontrol qildi. Jungjiandao deganni Jungo amaliy kontrol qildi. Lekin Vyetnam va Tayvan qatorliq davlatlarmi bu orolga egizorchilik qilishni yo egilik huquqi borligini tashabbus qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministrligi mundaq bildirdi. Bu qatimqi harakat dengizga egilik huquq e'lon qilgandan keyin Xitoy hukumatı Amerika va boshqa davlatlarning erkin qatnashi va huquq manfaatlariga cheklama elib kelganlikdan, masalan Xitoy hukumatı, Jungo hukumatı dengiz okeanga egilik huquq chiqargandan keyin bu yurt, bu mahalla mening vatanim, bu mening mahallam yoki mening dengizim deganlikdan bu xalqaro qatnashga, erkin qatnashga to'solg'a elib kelganlikdan Amerika bu hareketini qildi. Yani Amerika burayınga harbiy parxod evet. Amerika'nın burayınga harbiy parxod evet. Xalqaro qonun Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Deniz Okean Kanunu'na uygun. Amerika şu uyg'unlik ichida harbiy parxodlarni qandaq yoki evet deylik. Bugun biz buningda nima deymiz? Süt yankayning so'zini vatandoshlarga yetkazib qo'yaylikki, Jungo Xalq Cumhuriyetining Amerika Qo'shma Shtatlari turishliq baş elçisi Süt Yankay muhbirlar sohbat bayon qilib nima deydi? Amerika armiyasining bu harakati intayin egari siyosiy va harbiy ig'vogarchilikdir deydi Süt Yankay. Demak, bu yerda harbiy ishlar bilan siyosiy ishlar birlashib kelyapti. Mushu yaqindan biri hisoblaganda 12-ayning va o'tgan yil 10-ayning 27-kunda bugungacha Amerika armiyasi Deniz armiyasi bir ayın 3. qatim Jakarlash şekli 3. qatim bösüp girdi yoki charlash elib bordi. Bir ayında Jungo hukumatı albatta bilisizlar Hongley, Hua Chunying qatorliq bayonotchilar orqali bayonot bilan qarishdi. Har holda Janubiy dengizdagi jiddiylikni Amerika emas, bu jiddiylikni keltirib chiqarayotgani ya'ni Jungodir. Chunki Jungo bu dengizda orol yasab, hada tashlarni yasab, aeroplan çapadigan yollarni yasab, burayinni harbiyleştiriyotir. Harbiyleştirishga qarta bugun Amerika Qo'shma Shtatlari endi yuqorqidek inkas ko'rsatdi. Endi hozir Xitoyga kelayotgan siyosiy besim Süt Yankay aytgandek harbiy ishlar besimi qo'shlab kelgandek turdi. Tuvanda endi iqtisod to'g'risidagi leksiyamizni anglaysiz.